Carmen nok bilan Abad Fittel noki birgalikda bayta ikkovi bog' tashkillangan bu bog'imiz. Yozgi noklar tugadi, endi kuzgi noklarni yaqinroqdan bitta ko'rsating. Abad Fittel mana pishiga oz kunlar qolgan nok. Yoshi 4 yoshda, buni qarang. Hosilini o'tirib beradi. Bittadan like ta bosib qo'yinglar, chunki video foydali bo'ladi. Bu bog'imiz Farg'ona Quvoda joylashgan. Mana kalibrlari borasida 3 ta nok bemalol 1 kilo chiqaveradi. Abad Fittel O'zbekiston iqlimiga eng to'g'ri va mos kelgan navlardan hisoblanadi. Mana bu tomoniga ham olib keling. Mana hosilni ko'rib turibsizlar. Egilib ketaman deb turibdi. Shunaqa bog'lar barpo qilishga kerak bo'lsa, o'zimizda ko'chatlari bor. Mana bu tomonlarini ko'rsating. Mana orqa tomondagi holatlar. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumanida, O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etib, noshdan boqilaman degan tanishlarga bu videoni ulashib qo'yinglar.